maktabda hech qachon bizga ma'noni o'rgatishmagan, fikrlashni o'rgatishmagan. Yurtim senga she'r bitdim bu kun, qiyosingni topolmaslar, she'rlar o'zi yurtim olib o'tirib ish bo'lgan. Nimaga yurtga she'r bitasan? Nimaga onaga qiyoslaymiz uni? Nimaga olam aro u tanho? Uni ma'nosini umuman so'ramagan, tushuntirmagan, o'zi tushunganmi, tushunmaganmi o'qituvchilarni o'zi bilmayman u narsani. Bizga shu bidi qilib yodlab bersang 5 bahoying degan. O'zi maktabda maktab bizni ta'lim tizimimiz yodlatishga ixtisoslashgan, fikrlatishga emas. Yevropa fikrlashga o'rgatadi maktab ta'lim tizimi umuman. Bizni farqimiz shunda. DTMdagi testlarni yodlamasangiz yecha olmaysiz. U joyda umuman fikrlashga unday degan nima yo'q. Borib bu narsalar insonning nutqiga ham ta'sir qilar ekan. Ya'ni u miya fikrlamagan maktab davrida. Nimaga u ona? Nimaga biz oddiy elementlar, nimaga biz vatanni onaga qiyoslaymiz? Nimaga biz Qodiriyni sotib shoir bo'lganlar? Yaqinda tushunganman shu narsalar. Ya'ni ma'nosini tushuntirib berish kerak edi aslida. Deb bunday yetish kerak fahm farosatiga.